Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat, mazza qiling. Inson emasmi? O'likning qabriga gul ekib, tirikning bog'ini vayron qilgan. Pulni ota topsa, ovqatni ona pishirsa, dasturxonni qiz yoysa, nonni nonvoydan o'g'il olib kelsa, shu oila huzur, halovatli oiladir. Ko'rlik Allohdan berilgan taqdir. Ammo non ko'rlik bu tarbiya masalasidir. Kimga mazza qildingiz? Asadullo Baxtiyor yoki Akmal? Izohlarda albatta javoblaringizni yozing.